Men bir iş becergil kelgan, şu bir hozir kelgan bir ayrim uchun o'qib qoldim. Shuni men sizlarga bir deb beray. Men 2021-yilda 2021-yilda Aqsuda o'qib vaqtimda tunji qatam psixik doktor ko'rgan vaqtimda ular menga bir gap qilganchu. Sen o'zingni turmushdan rozi bo'lmay, nimish mushtaq bo'ldi, nimish mushtaq bo'lmadi deb o'ylagan vaqtingda sen o'zingdan yuqori turayotgan kishilar bilan selishtirib olmasliging kerak. O'zingdan tuvan yashayotgan kishilar bilan selishtirib, sen turmushdan qanoatlanishni bilishing kerak. Hozirgi turmushingdan rozi bo'lishni o'rganishing kerak deb boshda bir gap qilganchu. Demsam to'g'ri, biz doim o'zimiz ashitnayt nachar passiv energiyalik vaqtimizda, shu kayfiyatimizni tuvan holatdagi vaqtimizda biz ko'pincha holatlarda shu o'zimizni yuqori kishilar bilan selishtirib olamiz. Nemish mana ish mundaq bo'ldi, men mundaq bo'latibdim, nemish men mundaq bo'la olmayman. Bu vaqtlarda biz texmo bir passiv energiyaga kirib qolamiz-da o'chaqda. Texmo tushkilish ketamiz. Әмді мұшы еқіндің бұя менің тапшыру атқан сашыларымның ішчілер мұшы кепиятына жар болау атқан, ол іштен көңіл су ішмей атқан, бұл бұнда болау атқан. Әмілеті мен өзім бір acayip bir təsəlli berişini bilməydən adam ki, mənim dostum olsun, ya başqa işlər olsun. Mən qəti təsəlli verəməyəm bir işdə ağa, burası ki. Şunlaşqa, eləqə bəzi ayrım uçurulan oxuğa vaxtımda mənə şunçilik təsəlli bəgim var ki, mən təsəlli verəməyəm ki. Şun mənə oylaydığım sizlər muş kitabını oxub baxsanlar buldu. Bu kitabını mən 2021-ci ildə oxuğan. Bu aşı devletimizin danlık yazgıcısı Yuxana yazgan kitabı. Bu hem ilgari bir kino qismi ishlangan-ku. Aynı bir kino, televiziya teatr qismi ishlangan. Bunun da aşı bir boyvachchining, shu Fuguy degan odamning shu taki o'zining yosh vaqtidan qiyir o'lguchi bo'lgan hikoyalar so'zlandi. Endi u kinoda bek go'zal ishlatgan-ku buni. Amaliyot kitobini o'qisang, kitob texim ichinishli, hatta buni ichinishli qiyri shu bir buning navrisi uzaq mezgil ocharchilik dastidan bir qatim shu purchaq ko'rib, purchaqni jiqib bilib, ziyoda to'ngib ketganlik sababdan tugab ketadi-ku. Mushunday bolalarning tugab ketgan, ayolning tugab ketgan butun jarayon so'zlandi buningda. Oxirida bu yana o'zi ham o'zgarib qoladi. Oşuncular turmuş keçirib turib, şu yana nurg'un jafalar chidab yashab qildi. Shuningdek, ba'zi vaqtlarda odamchilik turmushda o'z erishgan narsalarga qanoat qilishni bilish kerak. Siz hozir bu pishib kelayotgan ishlarni aytib bir cho'ng ishlar bu o'tganda o'tab bo'lmayman, qanday qilaman, men o'ldiga o'xshayman deb o'ylagan vaqtingizda, siz necha yillardan bu ishlarni o'ylagan vaqtingizda uchun bir xil to'g'ri bir kichikgina ishlar ochda o'zimni urib ketib ekanman deb o'ylab qolasiz. Açta nimish mening u narsam yo'q, nimish mening bu narsam yo'q degan o'ylarga yetib turaman, mening mama narsam bor deb ashta bir turmushga qanoat qilishni bilish kerak. Shu mening tavsiyalarim men bu kitob o'qib baxsanlar bo'ldi. Shu men tasalli berishni o'qimayman, sizlarga shunchalik ham tushuntirib qo'ya olaman. Mening o'ylaganlarim. Xayr, xo'sh.